Tün bayan, her tündü bayan, tün bayan ang samimiy, dildan bayan. Bir yazgıcı komandirovkaga chiqqanda, intayin alohida tusdagi taksiga o'ltirib qopdi. Taksi shoferi intayin ratli kiyingan bo'lib, mashina ichimi nihoyat pokiz ekan. O'ltirishig'ila shofer uningga do'stona kayfiyat bilan mehmonimni ang tez, ang bexatar, ang tejashlik usulda manziliga yetkazaman deb xat yozilgan bakma ko'rkam kartadan birini sunibdi. Bu xatni ko'rgan yozuvchi qiziqsinib shofer bilan paranglashishga boshlabdi. Shofer, "Nima ishingiz bor ekan?" deb so'rabdi. Yozuvchi ajablanib, "Bu mashinada yanteg'i ichimlikmi ta'minlamsiz?" deb so'rabdi. Shofer kulimsirab turib, "Shundoq, qahvalar emas, har xil ichimliklar va yana o'xshamagan turdagi gazlarmi bor?" deb javob beribdi. Yozuvchi, "Undaqda bir stakan qahva ichsam bo'pti ekan", debdi. Shofer yendagi kichik choydindan bir stakan qizg'iq qahva quyib, yozuvchiga sunibdi. Ondan yana bir parcha karta beribdi. Kartada har xil gazet nomi va har qaysi radio sinimlarining tizimliklari yozilgan ekan. Faqat ustidagi davr haftaligi, tantarbiya gazeti, bugungi Amerika deganlarni ko'rib, haqiqatan mukammal his qilibdi. Yozuvchi gazetni ko'rmay, muzikani anglamasdan shofer bilan parangga tushibdi. Arliqda shofer yana ko'ngil bo'lib yozuvchidan mashinaning temperaturasi mos kelgan yoki kelmaganini, manzilga texmi yaqin yo'ldan yana bir borligini va shu yo'l bilan mengishni xohlamaydiganligini so'rabdi. Yozuvchiga bular bakla illiq bilinibdi. Shofer yozuvchiga o'zi to'g'riliq so'zlab shundoq debdi. Amaliyotda bu ishni yangi boshlaganimda mashinamda bunchalik umumyuzlik mulozimat yo'q edi. Menmi boshqalardek nachar havorayi, to'van kirim, yana kishini bezor qildigan har xil qatnash qistonchiliklardan zarlandim. Har kunim shunchalik nachar o'tadi. Bir kuni radioda tuyuqsiz bir hikoya anglab qoldim. Shu chaqdan boshlab ko'z qarashim o'zgardi. U radio sunumida maxsus ijobiy energiya tarqatadigan bir doktorni, uning yangi kitobini tanishtirishga taklif qilgan ekan. Kitob asosligi og'rinishdan to'xtashni mazmun qilgan bo'lib, kundalik turmushdagi har xil sarlanishlarni to'xtatishning kishini muvaffaqiyatga yetaklaydiganligi to'g'riliq yozilgan. U meni tuyuqsiz sagiklashtirdi. Shu topdagi eng nachar ahvolim og'rinishlarimdan kelib chiqqan edi. Shuning bilan og'rinmaslikni qaror qildim. O'zgarishga boshladim. Tunji yili har xil xaridorimga kulimsirab muomala qildim. Kirimim bir hassa oshdi. Ikkinchi yili chin ko'nglimdan chiqarib turib, har bir yo'lovchining shodligi va qayg'ulariga ko'ngil bo'ldim. Ularning ko'nglini tindirdim. Bu mening kirimimni yana bir hassa qatladi. 3-yili, yana bu yil men taksilarimni butun Amerikada kam uchraydigan 5 yulduzli taksi qilib o'zgartdim. O'rligini kirimimla emas, meni olqishlaydigan kishilarning soni bo'ldi. Hammasi oldin telefon qilib vaqtni kelishidi. Siz bo'lsangiz, men o'ta yo'limda elib qolgan tunji yo'lovchi. Shoferning aytganlari yozuvchini bakla hayron qoldirdi. Yozuvchi kundalik turmushda qanday qilib og'rinmay, sarlanmay o'tkili bo'lganligi haqida o'zi ustida o'ylanishga boshladi. U o'zini o'zgartishni va bu shoferning hikoyasini kitob qilib yozishni qaror qildi. Keyin o'qirmanlarni ilhom ilib sinab yiqishga urindi. Turmushda ana shuningdan boshlab o'zgarish yuz berdi. Bu xil o'zgarish yozuvchiga zarlanishdan to'xtashning naqadar kuchli roli borligini bildirib qo'ygan edi. Ko'nalarning boshqa kelganda botur deganidek, faqat qiyinchilikni yengish istikingizli bo'ldi ekan, zarlangan pozitsiyangizni o'zgartib, ijobiy kayfiyat bilan qilishga tegishli ishingizni qiling. Shundala qiyinchilikni bosib, intilayotgan manzilingizga ilgirlay olasiz. Shundoq, azizim, bu tundan boshlab siz bilan birlikda bir qarorga kelgim kelyapti. Zarlanishdagi yomon odatni hammamiz tashlab o'taylik, ma'qulmi?